Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Hakimi va men hozir olmos qidirgan oltin bilakchalarni nizida qidirgan kelyapman. Bu olmos kiyimka va ajoyib modda ochgandi, mana ajoyib. Shuni qidirgan, xo'sh. Bittayam ham og'zida ham demak bugun ekan. Yaxshi, bu neza tiqib kelay buni. Omochlarni neza olib keldim, qishloqdan. Biloldan hozir qadayapti endi. Bu nima bu? Nima bu? Qanaqa ovda bu? Bu nezada unaqa ovda bormi o'zi? Bu yangi mod qo'shganda. Nima bu? Nomi nima? Nimalar qo'shiladi bundan? Xo'sh, nomi Ius. Qayerda eshitganmi? Kimyo fandanmi? O'tganda shunaqa yo eshitmaganman yo unaqa. Bilmadim, hozir qaytachi. Xo'sh, bundan nima laysasan bo'ladi? O'sha oltin mo'ynoqlar sotaman obunachilar. Oltin savdo qilib qimmatlab ketadi. Shunga men savdo yetishtiraman. Mayli endi. Bular bo'ldi. Bu blokasalarga narsa. Bu lekin ko'rinishdan juda ham ajoyib narsaga o'xshayapti. Sizlar qanaqa narsa bilmaysizlarmi buni? Sizlar qayerdan kimyo biladinglar? Xo'sh. Bo'ldi obunachilar. Xo'sh. Nima desam mumkin? Internetdan qidirib ko'raman qanaqa bo'ldi ekan endi. Lekin bu qimmatbahoga o'xshayapti. Mayli. Men buni mana shunda qoldirganim yaxshi. Mana shunda xavfsizroq degan bittaman. Bo'ldi. Endi men tezroq xavfsizlikda. Men tezroq bo'lishim kerak. Bo'ldi, tezroq. Nezaga ham topishim mumkin edi. Qilich ochib olishim kerakku. Narsa yasashim mumkin unda. Ajoyib. La. Men tutgan olganni ketdim. Nasibni ketgan olganni. Ishidan qochib qolibdi. Bu judayam sovuq. Salom qishloqlar. Kunlarga yaxshimi? Qani endi. Xotin bizni qilib berdi. Bu yerda bormi? Bu qanday yerda bo'ldi? Mayli, menga bordi. Endi vaqti kattasini ketmon kerak edi. Ketmonga judayam ko'p kerak edi. Nechadan solaman? Mana endi. Obunachilar shuncha qidirdim, ammo topolmadim. Bu juda ham qimmatbaho ekan. Men uni endi esladim. Kimyoda bu juda ham qimmatbaho o'ta. Sizlarga kimyoda o'tganda spektrda bitta g'alati narsa ham topdim, lekin bilmadim nimaligini endi uni. Lekin topolmadim baribir. U yomg'ir yaxshi ekan. Hoppana. Nezada bu juda ham tez o'tadi. Sekin o'tadi. Adashib ketdimlar. Endi bu yerda nima desam? Nayza, qilich, chestplate, ishton. Va blok yasash ham bo'lar ekan. Bu ham yaxshi. Endi menga tezroq uni topishga kim nuqtasam ekan endi? Qayerda? Qani? Meni ham qayerda? Pulni olib ketgan edi. Bitta sandiqdan chiqarib bitta narsami, degan narsani olib ketgandi. Nima? Men uni hozir qaytarishim kerak. Men nima bo'lmasin, men olishimga narsa olib qo'ydi. Hozir uni olaman, kevkasini tiqaman. Bu kevasiz. Bo'ldi, tezroq bo'lmasa bo'lmaydi, emas. Nimani o'zi bir qing'illagan. Xo'sh, obunachilar, hozir topishim kerak. Ketmon. Meni bu odamdan ketmon yasayaptimi? Yomas Bilol, hozir men uni o'ldiraman. Sen men uyimni tutqilyapsan-a? Emas ketonni uyini tutqilash. Qo'y ahmoq, sen bu narsasini uxlashni ahmoqlik. Sen nima tarbiya qilgansan? Men qanday qilib topganim hatto holingga keltira olmaysan. Bu o'zi qanchalik qimmatbaho ekanligini bilmaysanmi? Ahmoq, hozir emas, sen ketmon bilan o'zingni o'ldiraman. Ahmoq. Qayerdasan endi? Hozir men seni topaman deb seni o'ldirmagan endi.
Yoldan Yok sen hatta endi qishloqlardan qutqarmaydi. Mana senga ol. Undan yoqaman telefon. Qanenda maqa kelsin o'g'aman. Naysa bo'lmadimi? Qilich bombasini u bo'ldi mana. Ha, mana senga. Shunday jahlim chiqib ketyapti. Bu axir eng qimmatbaho havo deydi-ku. Qanday ketma o'ynashganiga o'ylayman. Kamayut yomg'ir yog'yapti. Xo'sh. Endi men Instagramda hamma narsa full qildim. Bitta dona ketmonga qolmabdi-yu. Ketmon yo'q ekan. Uni tekstam bor. Ketmon yo'q. Mayli. Elapatga deganim. Mayli, uni qayerdan topib kelish kerak. Xo'sh, qayerda? Shu topaman. Mencha bunaqalarga aytishga xizmatkorlarni topishni. Next ham boshliqlik qilgandim. Voy, bitta sen yasashni edim. Bu yerda qo'lingni hozir iyish domni o'tidan unaqa bo'lmas. Yaxshi bo'lsa Janob. Mana obunachilar endi men boyvachchaman 100 ming so'mdan 1000 so'mdan 10 ming so'm 200 ming men endi boyvachchaman. Videoga like bosmagan qiychaga o'xshab nega o'pkasiz?